Mana shu mahalla, bu mahallani yaponlar qurgan. Uylarning ichi nihoyatda bir go'zal uslubda qurilgan yangi mahalla. Ancha katta mahalla, lekin mana shu yerda bitta qiziq narsani ko'rsataman. Mana shu uzoqda ko'ryapsizmi? Sarg'ish rangdagi bino. Yaqinroq qolaylikgina. Ana shu binoda otasi yashagan, yonida yana bitta uyda ikkita o'g'li yashagan. Bular shu uyni buzamiz deb murojaat qilgan. Sotinglar, istasalaringiz mana shu yerdan yangi uy qurib beramiz va bu uylaringizga alohida pul beramiz deyishgan. Ular aytganki, otasi aytgan, yo'q, men bu uyni buzmayman. Chunki rahmatli bo'lgan ayolimga so'z berganman, men buni buzmayman degan. 10 milliongacha chiqishgan beramiz deb. Baribir yo'q degan. Keyin qaror qilishgan, shuni o'rtada shunday qoldirishgan. Va bu uylar shunday qurilib bo'lgandan keyin uyning egasi ham vafot qilgan. Keyin u xatida, vasiyat xatida yozganki, mendan keyin bu uyni doimiyga saqlanglar va bu uyga bolalarimning ham haqqi yo'q. Mana shunday yonginamizda, shu daraxtlarning orqasida boshlang'ich maktab bor. Mana shu uyim maktab uchun bir muzey bo'lib qolsin. Bolalar bilsin, eski uylar ham mana shunday qanday qurilgan, odamlar qanday yashagan, shuni o'qituvchilar olib kelib ko'rsatsin deb vasiyat qilib qoldirgan. Shundan keyin bu tuman hokimiyati buni o'sha madaniy nimalar ro'yxatiga kiritib, bu yerda bir muzeyga o'xshatib qo'yibdi. Maktabga bergan. Maktab mana shu yerda kelib bolalarni olib kelib shunday qilib ko'rsatadi. Mana endi bu o'sha bir odamning vasiyatiga, bir odamni niyatiga ko'rsatilgan bir hurmat. Ya'ni buldozer olib kelib, taqillatib, buzib tashlash, boshqa degan narsalar yo'q. Endi juda ko'p mana shunday holatlarni ko'rish mumkin. Katta markazlarda ham ba'zan eski uylarda ko'rasiz. Odamlar yo'q dedimi? Yo'q, buni mulki. Uni mulkiga hech kim chang sololmaydi. Prezident ham, mahalliy hokimiyat ham va hech kim chang sololmaydi. Biz mana shu yerda yo'q, shunday nima qilamiz deb. Hattoki yo'lni o'rtasidan tushsa ham yo'q desa, yo'lni bunday aylantirib olib o'tishadi. Menimcha mana shu insonga munosabat, insonga hurmat mana shu. Amerikadagi hozir yangi qurilayotgan uylarda, ya'ni hozir deganim endi bu ham 20-25 yil hisoblasak bo'ladi. Shu uylarni qurgan paytda yo'llarda suv ketadigan, ya'ni oqova suv, yomg'irning suvi ketadigan maxsus kanalizatsiya bo'ladi. Bu uydagi suvlar ketadigan kanalizatsiyadan tashqari, bu faqat suvlar uchun bo'lgan nima bo'ladi. Va mana endi qarang, mana shu yerda mana uylar hammasi qurilgan. Bu uylarning orqasida ham yana uylar bor. Mana shu ko'chalardan yomg'ir, sel ketadi, ko'p yomg'ir bo'ladi-da. Shunda mana shunday bir hovuz qiladi o'rtada. Yomg'irning suvi mana shu yerda to'planadi. Mana hozir endi kamaygan va hozir yomg'ir sezoni boshlanyapti. Bizda endi O'zbekistonlarda bahorda bo'lsa, bu yerda shu bahordan boshlanib yozda avjiga chiqadi. Mana shu yerda keyin to'lib qoladi. Mana shu yer katta, mana shu hovuz to'lib qoladi-da. Keyin ma'lum bir darajaga kelib oshib ketadigan bo'lsa, mana bunday darvozasi bor. Darvozasidan yana mana ko'ryapsizmi? Nariyoqda ketadigan katta yo'li bor. Ana u yerdan kattasi ketsa agar alohida suv omboriga ketadi. Mana shunday qilib suvni ham haligi ko'chadan yomg'ir keladigan daraxtlarni ostidan, ustidan deylik, hamma yoqdan keladigan yomg'ir suvlarini ham shunday qilib hali foydalanishadi. Endi eng qizig'i mana bu turli tuman jonivorlar ham shundan foydalanadi. Mana ko'ryapsiz, haligi nimalar, g'ozlar. Juda ko'p g'ozlar mana shu yerda shunday to'planib, bular ham nima qiladi?
Yani shu yerga yaqin joylarda keyin bolalar uchun ham mana bunday o'yingohlar qilingan. Gap o'yingohlar haqida emas edi, mana shu narsani ko'rsatyapman. Mana nima uchun ko'rsatdim? Ko'ryapmiz, ko'pincha Toshkentda, boshqa joylarda yomg'ir yog'sa agar ko'chalarni suv bosib ketadi-da. Shuni masalan shunday mahallalarda mana shunday maxsus bir joylar qilib, shu yerga suvlarni to'plab, shu suvdan foydalanish mumkin. Mana shu suv hozir bu yerda to'planadi-da, keyin katta suv omboriga ketadi. Bu albatta bo'lmasa Amerikada suv nihoyatda ko'p. Shunga qaramasdan mana shundan ham foydalanishadi. Bu esa bizning mahallamizdagi ko'l. Yani ko'l deymiz. Mana oldin men tushuntirdim oldingi kadrda suv to'planishi qanday nima deb. Shundan ham mana katta mikroklimat uchun foydalaniladi. Mana shu yerdan ham bir ariq oqib o'tgan. Ko'ryapsizmi? Mana shunday kengaytirilgan keyin. Mana bu yerda nimada to'siq bor. Mana o'sha yerda ko'tarsa suv ketib qoladi hammasi. Lekin uni nima qilib to'xtatishadi shu yerda. Mana to'planib, ko'ryapsizmi? Qanday yaxshi nima bo'lgan va ob-havoga ham ta'siri bor shuni. Mazza qilib odamlar dam oladi, atrofida yuradi, yuguradi. Xullas bir hayotga kuch bag'ishlaydigan holatda bu. Yani bizda masalan bizning mahallamizda ikkita shunaqa ko'l bor. Bittasi bu tomonda, ikkinchisi narigi tomonda. Uni ham keyingi kadrda ko'rsataman. Umuman mana shu bu yerda baliqlar ham bor. Tabiiyki darrov odamlar so'rashi mumkin. Mana shu ba'zan ertalab kelib qarasam 1, 2, 3 kishi qarmoq tashlab turgan bo'ladi. Hayratda qolaman. Keyin tushda yana qarasam hali ham oyoqda turibdi shu yerda. Kechqurun qarasangiz ham hali ham oyoqda turibdi. Kun bo'yi bitta joyda oyoqda turadi, o'tirmaydi ham. Shu oyoqda turib baliq ushlaydi. Yana ham qizig'i baliqni shunday ushlaydi-da, bitta o'pib qo'yib yuboradi. Nima ekan buni gashti? Men hech tushuna olmadim shuni. Xo'p, ba'zilar baliq ushlaydi, nima qiladi u? Nima uchun? Yeyish uchun, taomlik uchun. Ammo lekin bu odamlarda ham shunaqangi hobbi bo'lar ekanda. Shunga hayratda qolaman ba'zan. Xullas mana yana bir nima, O'zbekistonda ham menimcha shuni yo'lga qo'yish kerak. Hozir endi to'g'ri O'zbekistonda suv muammosi bo'lib turibdi, lekin bu tabiatning suvi. Mana shu yomg'irlarning suvi mana shunday to'planib saqlanadi. Boyagidek gumbur bo'lib boshqa yoqlarga oqib yo'q bo'lib hamma yoqni vayron qilib ketadigan emas. Shuni mana shu yo'lni qilishgan. Mana shunaqa joylarga kelib to'planadi. Keyin buni shu mahallani o'zi suvni dorilab turadi, suvga kislorod yuborib turadi. Har turli narsalar o'sib chiqib, u yerda zararli narsalar bo'lmasligi uchun deb keyin baliqlarga ovqatlar ham tashlab turishadi o'zlari. Boshqa odam mumkin emas tashlashi. Shu baliqlar ham yashasin deydi-da endi. Xullas mana shunaqa gaplar. Hozir biz nevaram o'qiydigan boshlang'ich maktabdamiz. Mana bu maktabni orqa tomoni, ko'ryapsiz, mana shunday kenglik. Bolalar yugurib o'ynashi uchun bir necha gektarli nima, mana ko'rinayotgan o'sha maktab. Bu yerda 1-sinfdan 4-sinfgacha boshlang'ichda o'qishadi. Mana shunday ko'ryapsiz, voy bu tashqarida mana o'yingohlar, buni playground deydi, shunaqa nimalar ham qo'ygan. Bolalar chiqib o'ynaydi. Mana sport darsida mana bu yerda yugurishadi. Atrof shunday daraxt. Dam olish kunlari mana ota-onalar ham bolalarini olib kelib bu yerda o'ynatib nima qilishadi. Ya'ni maktabga qiziqishadi shunday ertalab. Bolalar o'zi qiziqib uyqudan turib
yugurib kelishadi, chunki nihoyatda haligi to maktab boshlanguncha mana shu yerda o'yingohda har turli o'yinlar boyagi to qo'ng'iroq chalingunga qadar ham keyin maktabni oldi tomonda maxsus bolalarni kutib oladigan joylar bor. Alohida bitta joyda avtobuslar kelib turadi, bolalarni uyidan olib keladigan avtobuslar. Ikkinchi joyda maxsus ota-onalarning mashinalari turadigan joy. Uchinchi joyda yana shu atrofdan kelib maktabga shunday o'zlari yurib keladigan bolalarning kiradigan joyi. Chunki mana shunday maktabda bu tomonda uylar bor. Ko'ryapsizmi? Ana shu yerdan kelib nima qilishadi? Biz endi hozir mana biz ham keldik nevaralar bilan. Bugun dam olish kuni. Xullas mana shunday bolalardan yerlarda ayamaydi. Haqiqatdan ham bu yer xalqniki bu yerda. Ko'rasizmi, haligi boyagidek darrovni kimdir olib sotib yubor, u qil bu qilmas. Mana shuni hech kim tegib, hech kim nima qila olmaydi bu yerda. Bu xalqning mulki mana. Ko'rasizmi, qancha katta joy. Mana. Bu yerga hech kim tajovuz ham qila olmaydi. Kelib haligi buzib ham tashlay olmaydi. Ya'ni O'zbekistonda ba'zan ko'rib qolib maktabni futbol maydonchalarini buzganlarni ham ko'rdik, sotib yuborganini ham ko'rdik. Bu endi ko'rasizmi, ota-onalarni o'ziga ham ko'p narsa bog'liq. Shu bolalarga bag'ishlashda mana shu hayotni eng lazzati shunda. Hamma bari keladi, ketadi. Lekin yaxshi yashash kerakda. Mana ko'rasizmi, qanday go'zal qilib qo'yilgan. Endi old tomoniga o'tsak, bu yoqda ham ko'rsataman. Kattaqo'rg'on suv ombori emas, Orolda bu yer Adil Amerika. Bobirjon. Manzara ham zo'r mana. Shashliklar. Mana keyin kema bor. Mana shunaqa odamlar mana shu ko'lni oldin bu yerdan bir suv oqqan, odamlar o'zi kengaytirib olgan, atrofida uylar qurilgan. Mana ancha katta ko'l qilishgan. Shu mana bu tomonda ham ancha joygacha ketadi. Hammani o'zini shaxsiy kemalari bor. Chiqib shu yerda o'tirib, dam olib nima qilishadi. Mana bu yerda bugun endi anchagina katta tantana bo'lyapti. Bitirish, maktabni bitirish nimasi bo'yicha shunaqangi bir o'tirish qilyapmiz jiyanimizga. Bu yil maktabni bitirib universitetga kirdi. Mana endi shu yerda mana Suhrobjonning o'g'li. Va alaykum assalom. Mana Rajab akam. Tabriklaymiz. Mana nevarangiz Rahmat. maktabni bitirdi. Shunday zo'r joylarda mana maktabni bitirish nimasi kechasi. Katta favor voleybolni chaqirganmiz. Ha, Samarqand. Katta favor. Lekin zo'r oshni ham osh pishdimi, osh qani? Zo'r. Mana yoshlarga muvaffaqiyat, omad tilaymiz. Mana shu yerda odamlar o'zlari juda katta ko'l qilishgan va ko'lda atrofida yashashadi. Suvda ham pulini, tozalash pulini ham hammasini o'zlari nima qilib to'laydilar. Hammani o'zini lotkasi bor. O'sha Kattaqo'rg'on suv omboriga keladi. Bu yer tarixda endi o'zi kichkinagina suv ombori bo'lgan, lekin keyin uni olib ular kengaytirgan, juda katta qilishgan. U ilgari boyagi chiqindi suvlar yig'iladigan shunaqa joy bo'lgan, ammo hozir endi boshqa joydan ham suv keladi. Shunday qilib nima qilishgan, hamma o'zini nimalariga, kemalariga, lotkalariga, qayiqlariga ega. Ba'zilar shu atrofida mana plyaj ham qilgan. Ana unday o'zlari dam olib, bolalar hammasi dam olib nima qiladi. Eng qizig'i mana shu mintaqada yashaganlarda hammasini bolalari juda ham odobli. Chunki bular
u boshqa yoqlarga bormaydi, turli tuman klublarga bormaydi, har qanaqangi bolalarga qo'shilmaydi-da. Hammasi shu yerda hayoti mana shunday sukunat, yaxshi joyda o'tgani uchun maktabi ham zo'r, Amerikadagi eng yaxshi maktablardan hisoblanadi va bolalar ham yaxshi nimalarga, institutlarga, universitetlarga kirishadi. Mana shu odam, egasi shu odam oddiygina odam. Lekin surishtirib kelsangiz juda bir yirik kompaniyani ikkinchi odam. Xotini bir kompaniyani ijroiya direktori. Lekin juda ham oddiy odamlar. Mana shu mehmonga chaqiradi, boshqa qiladi. Bolalar mana to'plangan bugun. Shunaqangi bir yaxshi amerikaliklardan. Mana yosh bolalar hammasi kelib, nima so'rasa hammasini tushuntirib beryapti. Suvni chuqurligi bormi, boshqasi bormi? Bitta joyda mana 7 yoshli bola kelib, shu yerda to'xtating, men suvga bir oyog'imni tiqib olay dedi. To'xtatdi, eshigini ochdi, shuni nima qildi? Men aytdim, bizda bo'lsa, bor yoqda o'tir, naryoqda. Hozir chapaq bilamiz deb aytadi. Lekin juda ham bolalarga munosabati yaxshi bularning. Sog' bo'linglar.